Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Dasturimiz davom etadi. AQShning Markaziy Osiyoga nisbatan bugungi siyosati va hamkorlik asosan Afg'onistonga bog'liq. Diplomatlar buni rad etmaydi. Lekin deydi AQSh davlat kotibi muovini Robert Blake, munosabatlar ortida Afg'onistondan boshqa hech qanday omil yo'q deyish adolatdan emas, haqiqatga ko'z yumish bilan barobar. Robert Blake davlat departamenti, ya'ni AQSh Tashqi ishlar vazirligida Janubiy va Markaziy Osiyo uchun javob beradi. Mintaqada uzoq muddatli maqsadlarga egamiz, deydi u. Encouraging Central Asian assistance in helping to stabilize Afghanistan. Markaziy Osiyoni Afg'onistonda tinchlikni ta'minlash jarayoniga jalb etish. Markaziy Osiyo bo'ylab erkinlik va demokratiya targ'ibotini davom ettirish. Iqtisodiy hamkorlikni oshirish. Markaziy Osiyo yadroviy chiqindi va qurollardan xoli mintaqa bo'lishi uchun madad ko'rsatish. Ta'limiy va madaniy almashinuvni kengaytirish. Biz yo u yo bu degan qabilda ish tutayotganimiz yo'q. Xavfsizlikni inson huquqlaridan ustun qo'yayotganimiz yo'q. Markaziy Osiyo tinch, barqaror, farovon va demokratik bo'lishidan manfaatdormiz. Markaziy Osiyoning har bir davlati bilan muntazam muloqotdamiz va yuqorida tilga olingan barcha masalalar borasida ochiq gaplashyapmiz, fikr almashyapmiz. Ammo Afg'oniston AQSh tashqi siyosatida markaziy o'rinda ekan, mintaqa bilan hamkorlikda aynan u birinchi o'rinda turganini rad etish qiyin. Pokiston beqaror. Afg'onistondagi xalqaro koalitsiyaga zarur noharbiy vositalar yetkazishda region qo'l kelmoqda. Yuk Markaziy Osiyo orqali olib o'tilmoqda. Shimoliy ta'minot tizimi deb atalgan yo'nalish har bir respublikani o'z ichiga oladi. Muzokaralardan ma'lumki, davlatlar bu hamkorlikdan mamnun va Amerika haqqini to'lasa ko'proq hissa qo'shishga tayyor. Qo'shma Shtatlar bugunga kelib yangi Ipak yo'li yaratish tashabbusini olg'a sura boshlagan. Yangi savdo yo'llari joriy etish bilan mintaqaviy birdamlikka erishish mumkin, deydi diplomatlar. Lekin Markaziy Osiyo hukumatlari bu borada konkret bir narsa deyotgani yo'q. Ular odatda mintaqaviy emas, ikki yoqlama aloqalarni ma'qul ko'radi. The development of trade among the 5 countries of Central Asia Mintaqaviy birdamlik yetishmasligi Markaziy Osiyoni imkoniyatlaridan ayirmoqda. Davlatlarni bir-biriga bog'lovchi transport va tijorat tizimlari yaratilmas ekan, sarmoya oqimi va savdo kengaymaydi. Inson huquqlari masalasiga kelganda Robert Blake xalqaro matbuotda yangrayotgan tanqidlar, Amerika diktatorlar bilan til biriktirib, oddiy xalq ahvoliga ko'z yummoqda degan iddaoni qat'iyan rad etadi. The rest of the region continues to struggle to put into practice the democracy and human rights values. AQSh har bir hukumat, jumladan O'zbekistonni so'z va matbuot erkinligini hurmat qilishga, qonun ustuvorligini ta'minlashga undab kelmoqda, deydi diplomat. Rahbarlar arab dunyosidagi qo'zg'olon va inqiloblardan saboq olishi, xalqini ezish uzoqqa bormasligi, fuqarolarga erkinlik berish davlat xavfsizligi uchun xizmat qilishini tushunishi lozim, deydi Blake. Fundamental rights, including those of expression, assembly, association and religious belief. Qirg'izistonda etnik hamjihatlik bag'oyat nozik masala bo'lib qolmoqda. 2010-yilgi xunrezliklarda jabr ko'rgan aholi, asosan o'zbeklar, hamon qo'rqinch ichida yashamoqda, deydi Robert Blake. AQSh yangi prezident Almazbek Atambayev va parlament bu masalaga jiddiy e'tibor qaratib, birdamlik yo'lida harakat qiladi degan umidda. Fred Starr, Markaziy Osiyo bo'yicha yetakchi amerikalik olim deydiki, Washington bugungi strategiyasini yanada oydinlashtirishi. 2014-yilda Amerika kuchlari Afg'onistondan chiqib ketgach, siyosat qay tomon yo'nalishini aniqlab olishi lozim.